Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli görürmenler. İstiklal gündəlik xəbərlərimizi görüşünlərini qarşıladığımız mən Abdullah Yalğun. Programımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qınamızda qıtanlar ekranımızda olsun. Avropa İttifaqı Xitoy şirketlərinin tibbi üskünə setişini çəklədi. Avropa İttifaqı dövlətləri 1 iyun bilet taşlab Xitoy şirketlərinin Avropa İttifaqıda tibbi üskünə setişini çəkləş qararını ma'qullagan bo'lib, bu orqali Xitoyning Avropa İttifaqıdan tibbi üskünələrini import qilishni cheklaganligidan o'ch oldi. Bloomberg agentligining bu ishdan xabardor kishining so'zini naql keltirib xabar qilishicha, bu qaror Xitoy shirkatlarining kelgusi 5 yilda Avropa Ittifoqi davlatlarida 5 million yevro qimmatidagi tibbiy uskunalarni setishiga cheklama qo'ydi ekan. Bu Avropa Ittifoqining 2022 yili yo'lga qo'yilgan xalqaro setib olish hujjati asosida qo'llangan tunji tadbiri hisoblandi ekan. Avropa İttifaqı bultur 4-oyda Xitoyning tibbiy uskunalarini setib olish ahvoliga qarata tekshirish boshlagan. Hamda bu yil 1-oyda Xitoyning davlat egiligidagi doktorxonalarning tibbiy uskuna setib olishda chet el shirkatlarini yaklaydiganligini muayyanlashtirgan. Bloomberg buningdan ilgari Avropa Ittifoqi bilan Xitoyning kengashgan bo'lsa-mu, hal qilish chorasi topolmaganligini xabar qilgan. Navbatda Xitoyning tibbiy uskuna bozori Amerikadan qolsili 2-o'rinda turadigan bo'lib, Xitoy rejimi yaqinqi yillardan buyon tibbiy uskunalarni yerliklashtirishni talab qilgan va bu siyosat orqali Xitoyda ishlangan tibbiy uskunalarning umumlashish nisbatini 70-80% ga yetkazishni planlagan. Navbatda Avropa Ittifoqi Xitoyning bu harakatlaridan o'ch olish uchun amaliy harakatga o'tgan. Bu qaror Avropa Ittifoqi bilan Xitoy o'rtasidagi savdo jiddiychiligini texmo kuchaytirib etishi mumkin ekan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Lin Jian 3-iyun muxbirlarning bu vaqtdagi savoliga javob berib, Xitoyning izchil tariqada xalqaro savdo qoidalarini qo'g'dab kelganligi, Avropa Ittifoqining bo'lsa savdo sohasida qo'sh o'lcham qo'llanayotganligi, Xitoy tarafining o'z shirkatlarining huquq manfaatini qo'g'daydiganligi haqida jar soldi. Amerikaga yoshirin terrorlik quroli akirgan 2 Xitoy qo'lga tushdi. Yaqinda 2 Xitoy Amerikaga intayin xatarlik turdagi zumburug' akirish bilan ayblangan bo'lib, aloqador amaldorlar buni xatarlik biologiyalik patogen deb tasvirlagan. BBC'ning bu vaqtdagi xabarida qayd qilinishicha, Amerikaning Michigan shtatidagi bir taftish mahkamasining 3-iyun oshkorlashicha 2 Xitoy fuqarosi til biriktirish, mol atkazchiligi, yolg'on bayon va viza aldamchiligi bilan ayblangan. Aybnomada Liu familiyalik Xitoyning zaharlik zumburug'ini Detroit aerodromi orqali Amerikaga atkaz qilmoqchi bo'lganligi va uning Chen familiyalik qiz do'sti ishlayotgan Michigan universitetining tajribaxonasida mazkur zumburug'ni tadqiq qilmoqchi bo'lganligi o'tirg'i qo'yilgan. Ma'lum bo'lishicha, mazkur zumburug' turi bug'doy, arpa, ko'mma qo'noq va guruch qatorliqlarda kasallik keltirib chiqarib, ziroatlarga buzg'unchilik qiladi ekan. Agar yemaklikka kirib qolsa, qusish, jigarni zaxmlantirish qatorliq oqibatlarni elib keladi ekan. Taftish amaldori ishxonasining bayoniga asoslanganda, bu xil zumburug' ilmiy tadqiqotlarda yezi egilik terrorligidagi maxfiy qurol deb tasvirlangan bo'lib, har yili dunyo miqyosida necha milliard dollarlik iqtisodiy ziyon keltirib chiqaradi ekan. Taftish amaldori bu voqeani eng og'ir davlat bexatarligi masalasi deb sifatlagan. Uning bildirishicha, Chen familiyalik ayol Xitoy Kompartiya a'zosi bo'lib, u yana Xitoydagi bu xil patogen tadqiqoti uchun Xitoy rejimining mablag'ini qabul qilish bilan ayblangan. U 3-iyun bu to'g'risida sudga chiqqan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Lin Jian bugungi qarorlik axborot yig'inida aloqador savolga javob berib, har doimgidek tinib olgan holda bu ishdan xabari yo'qligini, Xitoyning chet eldagi fuqarolaridan yerlik qonun nizomlariga rioya qilishni talab qiladiganligini, shundaqla chet eldagi fuqarolarining qonunlik huquq manfaatini qo'g'daydiganligini da'vo qildi. Qozog'istonda Xitoy avtomobillariga qarshi norozilik kuchaymoqda. Xitoyning avtomobillari baho afzalligi orqali har qaysi davlatlarda asta-asta bozor egallayotgan bir vaziyatda, Qozog'iston xalqining Xitoydan import qilingan avtomobillarga qarata noroziligi kuchayayotgan bo'lib, Qozog'iston sanoat ministrligi bu haqda ifoda bildirgan.
Qozog'iston xalqaro agentligining xabarida bildirilishicha, 3-iyundagi axborot yig'inida muxbir Qozog'iston xalqining Xitoydan import qilingan avtomobillardan barg'ansiri norozi bo'layotganligini, bu avtomobillarni Qozog'istonning klimat sharoitlariga mos kelmaydi deb qaraydiganligini, hukumatning buningga qanday qaraydiganligini so'ragan. Qozog'iston sanoat va qurilish ministrligining muavin ministri Ulzas Saparbekov javob berib, bu yil Qozog'istonda 2 zavodni ishga kirishtirish planlanganligini, mazkur zavodlarning Xitoyning Chang'an, Hafu, Chiri markali avtomobillarini ishlab chiqaradiganligini, yillik ishlab chiqariladigan avtomobilning 100 mingdan oshadiganligini, shuning bilan birga zapchastlarni Qozog'istonda ishlab chiqarishni planlaganligini bildirgan. U xalqning noroziligi haqida to'xtalib, vositachilar tarafidan import qilingan avtomobillarga baho berilmaydiganligini, ammo Qozog'istonda ishlab chiqarilgan Xitoy avtomobillariga aniq shart qo'yadiganligini ta'kidlagan. Xitoydagi avtomobil sotuvchilar taqilib qilish xavfiga duch kelmoqda. Xitoy avtomobil sotuvchilari baho urishi va zo'r miqdordagi zapasmonlarning besimi sababidan qiyin ahvolda qolganligini bildirib, avtomobil ishlab chiqaruvchilarni mashina avatishga cheklama qo'yishga chaqirdi. Navbatda kuchlik baho urishining sotuvchilarning naqd pul oborotini qiyinlashtirib, ularning foydasini to'vallatganligi va ba'zilarining taqilib qilishiga sabab bo'lganligi o'tirg'i qo'yilmoqda. Bu taklif hafta oxirida avtomobil sanoatiga ziyon yetkazgan baho urishini to'xtatish chaqirig'idan keyin o'tirg'i qo'yilgan. Xitoy avtomobil sotuvchilar savdo uyushmasining bayonotiga asoslanganda 2-fasldan buyon boshlangan yangi keng ko'lamlik e'tibor berish to'lqini bilan avtomobil sotuvchilar duch kelgan ahvol texmo qiyinlashgan. Savdo uyushmasi avtomobil ishlab chiqaruvchilarning muvofiq yillik ishlab chiqarish va setish nishoni bekitishi, sotuvchilarga zapas mol besimi shiltib, ularni avtomobil yig'ib olishga majburlamasligi kerakligini tavsiya qilgan. O'tgan hafta yerlik taratqularda e'lon qilingan xabarlarga asoslanganda, Xitoyning Tokyo avtomobil ishlab chiqaruvchisi BYDning Shandong o'lkasidagi cho'ng bir sotuvchisi vayron bo'lgan. Hamda uning kam deganda 20 do'konining tashlab etilganligi yoki taqalganligi aniqlangan. Zelenskiy harbiy safning qayta rad-etganligini e'lon qildi. Ukraina Prezidentlik Mahkamasining to'r betida seshanba e'lon qilingan farmonlarda Mikhailo Drapatyening davlat birlashma qismlarining qo'mondoni qilib tayinlanganligi va uning quruqliq armiyasi qo'mondonlik vazifasidan iste'fo berganligi jazmlashtirildi. Yakshanba kuni Ukrainaning davlatning Dnipropetrovsk rayonidagi bir ta'lim-tarbiya markazini nishon qilgan Rossiya boshqarilgan bomba hujumida 12 askarning qazo qilganligi va 60 dan ortiq askarning yaralanganligini e'lon qilishidan keyin Drapatye ilgariki vazifasidan iste'fo berganligini bildirgan edi. Zelenskiy imzolagan yana bir farmon bilan Robert Browdi o'tgan yili iyun oyida bu vazifaga tunji qatim tayinlangan Vadim Sukharevskiyning o'rniga uchquchisiz sistemalar qismlarining yangi qo'mondonligiga tayinlangan. Zelenskiy yana havo hujum qismlari qo'mondoni, davlatlik muhofazachi qismlari muavin qo'mondoni qatorliqlarni vazifasidan qoldirgan. Zelenskiy kechqurun silliq nutq so'zlab, davlatning harbiy rahbarlari bilan tafsiliy yig'in o'tkazganligini hamda yig'inga qatnashgan Drapatyening butun zihnini 100% oldingi safga markazlashtirish uchun davlat birlashma qismlari qo'mondonligiga tayinlanganligini aytgan. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.